Assalomu alaykum. Qadra qavlma yaxshimi? Eshitma. Aylim kelar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar ekidim. Ko'rpaqamsizkin. Ma'qul. Kiring. Pahu. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chiryapsiz. Muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz yo birsiz ko'tirib chiqib qo'yamdi? Bu qani, o'tiring. Baq. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'q suvmi? Voy, nima qilsiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'q suv yetmaydi. So'q suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynatib quvvatini o'ltirib o'tgan suvda nima mazva deysiz? Chimangul. Bir china so'q suv akirang qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Aralda yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomidla e'lon qilib o'tasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang, ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib yurgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha birasini o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chirib olibdi yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qiganini ko'rsam, shuni o'z kifoya. Qizil yüzlüm yarim avat bilene jugan. Voy, bu yerlar nimandaq tutuq? Qani. Ko'zning kattiqdan bu ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsaning haliga baxmay aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketib bordi, qarang. Burunlarda dehqonlar hoyillarga kirib, gandovoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, gandin tatib olinglar desingiz, voy, nech pul bersa, o texi men nima ko'ryapti deb xop bo'ladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyos tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaveramiz-da.
O çağda qalamga siyoh xizma desangiz, kallaga kelgan gap qech ketdi. Bu yilqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tükürük to'g'risin bir narsa yozaymi deyman. Agar yozib qolsam, cho'qim sizga ip kelma. Nima? Endi mush tükürük to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? Voy, nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Agar yozdigan bo'lsak-chi, mushu dehqonlarni ketman chapqanda-chi, qarang, qo'liga tükürüp turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepin chang tutma deb shunda qildi. Ba'zilar so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdü, qarang. Sazandilar dutatdan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Ha, bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'nglar beshimizga tükürib saqayib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'a narsa chiqdi. Agar hizb qilsam siz cho'qib akilma. Hey. Bu yil xotanda paxtning bahsi bir xil tushib ketdi, angladingizmi? Sizim ish xotingiz bizni tepamaysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabcha qonun norma yoqqidak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda konki bog'lab ish qilib deydi-ku. Bunda aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushuntirib bo'lmaydigan yiliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidikilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idek bo'lib qolsa, o'zingizning nomidala e'lon qilavering. Matbuot yuzda ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini ondan o'zimning nomida e'lon qilay. Taqtuq yaqinmagandimi? Dedim-ku, zamon o'zgaryapti deb. Havarayım o'zgaryapti, qarang. 6-chi oyda qayoqqa qaramamsiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Voy, nimada ansiz xotinay mana. Voy, Samatjonning dukuni ko'rib, balla bilan birdan berim deb o'tirimiz deb menga boshqa shu bo'lgandiki. Yana shu ish qilmangdim, danga? Xotin qilgan akishni aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib bunda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'ilib ketamsan-ka? Ish menga saram. Aras, kash qolmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Menga da voy. Geçtim. Geçtim. Ben mi geçtim? Sen de geçtin ama. He? Sen çu. 500'ünü aldım. Beş yüz. Geçtim. On manımı aldım. Geçtim. Çekindim. Jigirimi köydüm.
Bani görüp bak. 3-4. Kim emas bu? Qadıraq. Ağaylar. Yani oynamızlar ya oldu mu? Ha? Ha, bo'ldi qilaylik. Tamsa men qaysa. Ayt ko'rchilar. O'ltirsan-ku, maqmamsa? Mandınlama. Qasım Chopurga Ahmet tazi keldi-de, shu emasmi? Qasım Chopurga Ahmet keldi emasmi? Qasımka, bugün Ahmet'in tazi keldi-mi? Bunda cho'tap o'tirmadi, ha? Sizlarga cho'tap bermay qutlanmayman. Buni asosimisan sap qo'y. Bu sening. Bu sana jiq chiqib bordi, ha? Maqalamsa, aytmoqchiman. Ağinlar. Özme işitme. Qo'sha. Osman adaş. Ala bunu. Davamlıq işimiz. Mana ikki qiziq gap bilan ish mavsuni. G'azi adash, qiziq gap deganni men Anvar ishkinglardan anglaymiz. Qanday dedim afsona? Ey tangal, hele baka seni arakçılap layıklı yetimiz mi? Onda ikki qiz afsonaga loyiq ketadigan, onda yumshoq tangal yo'q. Bu çapçak geldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni Padişahın ayoli jannatga ziyoratga berib, bir sarayga kirib qapti. Qarg'idek bo'lsa, sarayning 4 dimiga soat esiqliq to'g'idek. Bu soatning birisi asta, birisi tiz mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan. Hörpari uningga bu fani olamdagi har bir er kishiga qarta esilgan soatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa, şunun saati tiz aylındı depti. Ya bu yumur mu hikaye? Bakmamsa. Şunun bilen Padişahın ayoli Hörparidan "Emsi mening shohimning saati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Nega qalam? Ha yenkam. Eyvallah, o'tgan duogu. Bir to'yda bir cho'kan bilan ufuqqa chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alomatgan jimo. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig-lig-lig-lig'lab turdi ekan emasmi? Bir haftacha shu cho'kan ishab chiqibdi men. Kechichi tushum buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'sha. Xo'sha. Hey. Ma bir men buga ishni uqdinglarmi? Men buga vaqani angladinglarmi? Nima ishni? Samatni angladingmi? Yo'q. Bir mas, bir stol bu usvilib, ugilib ketdimi? Xuddi dangaldek chechilib ketibdi-da. Tapmaydigan gap yo'q da bu sarani. Xo'sha. Hozir chet elda bor-ku. Choshni tushirib o'tib, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-dek. Hey, seni besha tayog'andagi burtonni budir qilib chatalik qilyapsan. Gel. Bana adamlar pişirip getirdi kese. Ya seni. Dememe, bir şey şakamayın. Assalomu alaykum. Nasıl oldu ama? Nasıl ol yoktu. Durca. Taza
Beyzi kılıtsızlar da, ha? Keling. Qani keling, birga o'tiraylik. Qani. Teşkima, ağalığını yakşı. Muşu, nasıl oldu kendimini vağı, üzdümüge yerim kalmadı. Bizim məldə bir qər adam batdı. Şu ağaç çıxsan deb bək tapılap ketkendi. Muşu dükkanda bağ deb anğanda qıqandım. Nasıvalғы batты, tügep ketdi. Onun üstüge nasıval çekidiğanlar azlap ketkeşke, yasaydiğanlarının mı tayini yok. Bana bir kişi ekip verip durduğan. Uzak oldu, o mu kemmediğen bop ketdi. Man qarang, birer rom içip koyamsiz. Bopta, içip koyay. Xoşa. Xoşa. Bəli. Başqaça oylap qalmaqla. Moşundaq əpligirək cayını tapsam, azıraq içip koyman. İçip koy degan. Mavi bir botul qaraqni yolda kəgəş mağazından ilib alğandım. Bunu tanış çaylı. Voy. Qoyuna. Boptu. Arqımız muğa yeterlikdi. Boptu. Bu mu sizin köңнүңүз, ha? Peyzanlarını bozup etmegendim, ha? Bayatınqı sizin hürmetiniz. Əmdi mao sizin nəq növdünüz. Qani, bunu bir içip koyun, ha? İləngə. İləngə. Bəli. Qani, xoşa. Bir köygen tonuş, iki köygen tuqqan deptike. Bugün her birinla bilen tonuşup kaldım. Bundan keyin uruk tuqqandek bop ötemiz, ha? Bir nakşi tipesem qandaq deysizler, ha? Bu boptu eytiğen. Eytirik, nakşıvası anlayımız cümü. Kapkara koy köz, közlü güm. Cinim pida bulsun ey sana. Cinim pida. Cinim pida bulsun eyvah ay sana. Cinidin keşken ey satayınlar ey aşina. Qaşa. Aşina bulsun ey sana eyvah. Yasin'in ade derdin vay aman. Rahmetli, bu alamet peyziniz varken bu eline eşittin ha. Bak bu alamet. Ben bundaqlı etip koydum. Tazı tigiş kılıdığan bolsam, men degen nakışçılarını katlaplı koyman. Hazır o iki kız kaldırlaydıqanlar özünü men nakışçı dep aldıqan boldu. Nakışı degenni bağı Abdüveli Carullayıpdek, Davutcan Nasır'dek. Mani mendek etmem de qandaq dedi. Ağiniler.
Mao dükkanını işidin takap koyup aram xuda bir otlanmaylı mı? Şunda. Takat. Saqi. Men adabga chiqib kiray. Adab. Babda çıkıp girelim. Adabga kerak yo'q. Astırak. Avayla. O'zim chiqaman. O'ltira. Men adab. Siz gideyim de çıkıverim. Kerak yo'q. Gap içim aldı ekan. Kasabet naqshini hali yomon emas edi ekan, ha? Lekin qochdi, ha? Endi Ne kirmaydi. kaçıdı? Rahtiga ish boslasa. Bugun ajab ishchiyasi qoldi. Rahtiga bu qo'yni ismayman deyman. Yana ish qolaman. Ağineler. Moşu yakından beri chet elde məxsus xotun yoqlarga xotun, eri yoqlarga er bop berdigan bir kesip ronaq teptidek. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelarmish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'ltiramish. Mushkin duağı hamma narsa ta'tir ag'inilar. Ilgari saqal burut deganda mush dadillar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlarga ko'chib, cho'nglarning ingaklari taqirishib turadi. Ras aytsa. Qaranglar, chet elda bir galostuk chiqibdi dek. Uni taqab yotgan odam faqat xo'rak tatmaymish. Voy qo'poy! Tapib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomratlar höppidi samirib ketib, boylar shipidi o'rg'lab ketibdimish. Mana Hey, mush hozir chet elda bor. voy boldalar achaka chatal qo'ya chatalarni. Ag'inilar. Bayatın kirgan bizning eliqi naqshchi ag'inimiz u nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ve ağası yoluq qaldim kitan. Ag'inilar. O zodi masmu yoki saqmu? Ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın mush dukkan qilib maskirib tikava. Qachon ma aroqni ichishdan qo'rqib tikevatganda. Ya. O kepçilik bir yak yiqilib qolgan gap. Onun o'tirqida qochadigan emas. Ey, ag'inilar. Soatmi bir yerga berib qopti. Ne çöptü? Aroq beshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli, ketdi. Bo'pti, emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tardik. Qaytdik. Ya, maqsudlar kuch. Samet Nügülek. Samet chaqira. Dükkanını takab mağmamsınız bile. Ag'inilar. Sizlar avval mang'ashtiringlar. Men ma dukkanni taqib o'tiblar, kayninglar. Benim düglek. Astra. Mana işte. Ma'qul, xo'sh. Hozir yetaman. Mağdak.
ish qilgan narsa ne aytmas. Acayip bir taraqishni haydab ketding, motorini saqchi. Qisib o'tira. Qisib o'tirashga jim o'tirayotgan-ku. Menda qisamaydiganlar bor-ku. Voy, sizlarmi keldinglarmi? Mana ayaga berib o'lta. Seni uydan keldimi? Har qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolarimning oldidan bu yerga meni haydab keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qatim kirishim. Men ko'zimni ochsam, soqchi motosida o'tirman.
Kechisi motoq chiqsa quloq mengini yeyapti ketayotgan qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini elib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Ma tuhmatni. Voy biz qaysi xaridorning pulini yeyapti qo'y? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, haraq ishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan gap turgan tursa. Hey! To'la xufsalik qilishma. Senlar ilishmisang, kim oladi pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamanga. U xaridor bilan birga o'ltirib haraq ishganli gunoyimiz bor. Pulni elib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xeyli ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi. shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. Hammanglarning masligi teq yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin onda paranglashak. nima ish qildi? Biz Qanday degan gap bu? Qo'ysanglar bochaqlarimiz Ozgina shumash. Hey, sen nima qilding odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik. Shopur. Uncha ola ko'p pulni nerdan olding? Nima ish qiyiningga sap yuriysan? U pullarni tijorat qilib, terisi etib topqandim. Bugun mas'ul qopti ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey, kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmoqchikansan-da, ha? yo'q. Mening herkes undaq niyetim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamda nurg'un pul botdi. Mana qilib qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani mushu do'kon qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrib aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib buyoqqa kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'la xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qara tuhmatdan oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketdim. Zodi to'nimagan odam deganni so'rini hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? U degan o'g'irning bizni saqchiga so'ydirdi. Uning do'koniga tushgan qilsak Shu emasmi? Ey, agar u seni do'koniga o'g'irlik qilmagan bo'lsa, biz bu qara tuhmatni qanday qutuldik? Shuni degina. Shu emasmi? Yelim aman esam qutulib chiqdik. Xudoga shukr. Sizlarla çağlap oynanlar
Çağlap oynanla, oylap sözlenla. Çağlap oynanla, oylap sözlenla. Çağlap oynanla, oylap sözlenla. Çağlap oynanla. Ya dügülek. Qanday qo'y? Ha, Osman. Ben marab tuğuş uy qilsamamdı. Ha, bo'ldi. Men mayoq o'tib ketayotgan sen barmi? Adas, mana o'tirdim. Ha, bo'ldi. Voy, mana o'tirmas. Qaytay. Ha? Voy, mana o'tirmas. Aras, Osman. Seni saqchilar izlamagandu. Nima izlaydi? Seni izdima? Yo'q, endi deyman-a. Anvar g'ozilar teshibdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'mir deb yurdi-ku. Dan so'rab baqdim. Xo'shamisa? Qasim, nima qilyapsiz? Hey, nima bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qasim, unda qilma. Qo'yvat. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yvat. Men pullarimni topaman. Mening pullarim qani? Qani? Nimishqa bunday qilasiz? U bizga nima kun? Qasim, siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi deytdingizmi? Undoq saranglik qilmang, Qasim. Saranglik qilmang? Mening pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Pulimni teppa. Pulning derdini sarang bo'lsiz. Qip-qizil sarang bo'lsiz. To'xta! Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarang bo'lsiz, sarang bo'lsiz. Sarang. Qachonliq qarsak taqaq turdi uning dukkina. Chiqqay bo'ldi. Siz yo'qolib ketdi-ku. Jira osmonni izlab baqili.
Assalomu alaykum adash. Qada oling yaxshimi? Bormisan? Qandaqa? Sen tutdingmi? Nega modam? Shu nagmangatdim sizlarni izlab maqdim. Xel oldi tepishamidik. Samarqandga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamdi. Suyak hozir berib keldik. Dukkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqayli. Voy nima deydiganda uyga chiqatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay untizli yo'qolib ketdi-a. Shuni deyman bu. Ey, bu yerda talishtirguncha malisi kirib turishni taqmaylimi? Jiringlar shunday qilaylik. Bu biroq peshkalik bo'lib qolmaganda yana. Hey, u degan so'roq chopsan qocha. Meni begodim ekanimni deb ko'rsataymi? Buni sana. Ne bo'ldi? Nima bo'lib ketdi? Ner turinglar. Ner turinglar. Qopcha. Qo'pa. Ey, Sarang. Nima bo'ldi? Ha? Sarang avo, men emas. Nima bo'lib ketdi? Bika. O'tami yoqqa. Mana keta. Hey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Voy, men nima qildim? Uningga esilgicha qochsang bo'lmamdi. Ha? Bika. Odam ursa, bulam ekan, mening izzat hurmatim daxl tarizim uchirdi, uni jazolab berishing kerak. Hey. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsang bo'pti-kan, ha? U degan sarang tursa, sarang bilan tang bo'ladigan senmi, sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey. Sarangga sot yo'q deganni anglamaganmi, ha? Beshing neydigan juvoy demek, tazım uruptu da sizni. Aram qutuldim degina o sarangdan. Elim Xudoyim saqlapti. Og'ir vatamda. Chekam. Siz o saranga esi sürgüç qastınız olmamdı. Nimdep mi esi sürgensiz o saranga? Onun saralığını men edim bilme. Köp gündüz adam urganda qaraganda qeyp qizil sarangni o'xshaydi u. Yomonchiq qurbatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi. Birdam aramasanız yaxshib qalasiz. Doktorga apiraymi ya? Ya bo'ldi, birdam aramay olay. Juranga bo'lmasa a uy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yotsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bel. Beshim. So'nkini og'zira opirib beramsizlar. Sabr bera. Yo'q. Sancho. Sabr bera. Ammo qo'l. Va so'nkini ola. Sho'ldi. Bundoq opirib berdim-mi? Bismillah.
Oy oy. Voy nim bo'ldingiz? Nim bo'ldi Osmon? Keling o'ltiring. Sizning kasalingiz odatiy kasal emas, Osmon. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Men sapsaq tursam, nervimda qanday chataq chiqdi mening. Qarang, bekadimga qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi saran quloq tuyib uratgandan keyin nervimda azar chataq chiqqan o'xshaydi mening. Chataq o'xshaydi. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Yo'q, jo'nima. Bo'ldi. Sen saramsan o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman. Keling. Kesal ko'rstamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osmon. Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nimani so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdan. Voy. Avval nerede ishlaydiganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi siz. Sizningcha men andaq manfaat tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchimi? Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'rmayman. Uy, Sara. Men Ras sarangmi? Sarang, ras sarang. Ey, yaqqimisam, teximini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq tugi solatdim. Sizim doktorga ko'rinib borgandan keyin ko'rinib o'tdi, yeni kelsangiz o'mamdi, ha? Sizim tasmin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy, mening narim sarang-ki. Voy, men odatki soq odamlarni soq tursam? Voy, doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang o'mamdi.
rostchil inson bo'lish badkeyin haqli so'zlab oqni qarab bilmaydigan ne riyozat kelgandimu o'ynatmay nayra hamma joyda doim do'stini o'ylaydigan ne riyozat kelgandimu o'ynatmay nayra hamma joyda doim do'stini o'ylaydigan Düşen insan derdge muhtaç emas Amma durmuş kısmet dinar her kaçan Düşen insan derdge muhtaç emas Amma durmuş kısmet dinar her kaçan Menzil gözlerini istekte mansan mu yira Dostar lekin aldığını derya tağdama Menzil gözlerini istekte mansan mu yira Dostar lekin aldığını derya tağdama Gülmü tuzar yaşlık gider hemmesi Halar fakat dildi yangan arzu armanlar Bozumu köp bu hayatta külgedin yığa Hak sakla vicdanımni düşmesin dağlar Bozumu köp bu hayatta külgedin yığa Hak sakla vicdanımni